Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari, kanalimiz a'zolari. Bugungi kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Andijon Jahon bozori Gul bozoridan boshladik. Bugungi sana nechi bugun chисло? 10 Chamezda nechi pul ekan shu? 12-iyun 300 ming atrofida bo'lsa kerak. 12-iyun 2025-yil boshladik. Archalar 160 ming, 200 ming holat, yechilgan holat ko'rishingiz mumkin. Hammasini narxini aytib ketishga qiyin bo'lyapti. Zamira qoralari 90 ming, Usmani uchtalik 150 ming, Sagvi palmamiz 400 ming, archalar aytdik. Endi yana ichkaridan boshlaymiz. Qo'ya gullarimiz bular 75 ming, 75. Qiymatli SRPG bor. SRPG. Bu ham ozgina qoldi. Stand-up 75 ming. Zenziyimiz bunisi qoldi 250 ming so'm, buni bo'linmagan butun kattasi 600 ming so'm. Mana Medellin gulimiz ham bor mana. Mana bu sifat filmlarimiz 75 ming. Antyum oq. Antyumimiz bunisi ham 75 ming. O'tgan safariga qaraganda jam bunaqa sortiment bizga sal kamroq. Xudo xohlasa yangilik ko'rsatamiz. Xoya Kerry. Bunisi 75 ming. Philodendron 110 ming. Orxideyalarimiz ham yengillab qoldi. Antyumlarimiz 90 ming so'mlari, orxideyalar 100 ming so'm. Ketdik. Lola antyumlarimiz holati o'ta go'zal. Guli ko'p. Ko'ringlar, chiroyli. Bular 130 ming, 120 ming qilib berdik. Mana asperium bor. Asperium nima deganlarga bu papir deydi bir turi. Bu 75 ming. Qaysini sopi? Ular 25 ming so'm bo'linganlari. Hammasini mana antyumlarimiz 60 ming so'm beryapmiz. Archamiz 60 ming. Yani buni yonda Sekas 85 ming. Lakaziya 90 ming. Xo'p, Sekasda manonisi bor. 130 ming so'm. Usmani bittaligi 70 ming, uchtaligi 150 ming. Drassenamiz mana ko'rishingiz mumkin. Bunisi uchtalik 85 ming. Kaktuslar 70 ming. Kaktus 35 ming. Sekin kiraveramiz. Orxideya 100 ming dedik. 150 ming sargı palma, gardinlarimiz 70 mingdan. Kaktus. Kaktus 120 ming so'm mana ko'rishingiz mumkin. Tuvagi 8 ming so'mlik katta tuvagida. Bunaqa shaxmatli. Bu kaktusimiz mana ko'rdinglar, holati o'ta chiroyli. 120 mingga beramiz. Gigant sifat gullarimiz 200 ming so'm. Archalarimiz chiroyli. Sagvi palmamiz 800 ming so'm. Bo'yi 1.20 chisi kerak. Balki 1.30. Balki tikka qo'yadigan bo'lsak 1.40 ga borib qoladi. Sanseveri 100 ming so'm. Zamini bo'lingani 40 ming so'm. Keyin ko'ramiz. Modellio karatelarimiz 20 ming. Xo'p, yana nimamiz bor edi? Kimlarda so'raydi? Sekin bu yerlarda o'tiramiz. Ko'rib olamiz. Mana sifat filmining qorasi. Qora bahlik, tuvagi ham kattarog'i bor. Bunisi 100 ming so'm beryapmiz. Bo'ladigan bo'lsa-da anchaga bo'linadi, barakali bo'ladi. Uchun bahli 75 ming. Sortiga qarab turdi. Ana giganti bor ekan. So'na ko'rganingiz. Kavateyalarimiz 40 ming so'm. Turbucha tuvada
1,5 yildan o'zimiz parvarish qilyapmiz. Kichkina ko'chatga kelganda shunchalik bo'ldi. 40 ming so'mda. Holat yaxshi. Buni sort nimaga deb kattaroq. Medellin 75 ming. Sansiverlarimiz ham bor. Bu Benjamin nechi pul? 120 ming ekan. Imperatorlarchi? 50 mingdan imperator, ha? 45 ga berar ekan. Hop. O 70 mingga beryapmiz uni. Zamiya kurkas bo'yi bir 60 sm atrofga chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. 120 ming so'm. 70 ming so'm. Kameralarga gunchalaganlar tugab qoldi bugun bozorda. Endi uyda bor etgan bu qadar video qilganimiz ko'rsatamiz. Kameramiz 70 ming so'm. 30 ming. Singonium. Narxi chiqib qoldi. Kalaterlio bor 75 ming. Gigant Antirum 100 ming. Aspelio 90 ming. Qarayman. Arsani bir turi. Mana bu bunaqa ekan desak, Paladendron ekan desak, bular Epiperium, ya'ni stand-uptus va uzayib ketadigan gul. Mana sekinga qarab yuramiz. Sagri, orxideya, katta. Bambuk 110 ming so'm. Tayyor to'ydan tashqari, bu to'yga bilan emas, bu to'yga 40 ming so'm ekan. Bashtirish 150 ming bo'lar ekan. Guldozi 110 ming, to'y 40 ming so'm. Bash bo'ldim 40 ming so'm. Moliz nechi pul? Qarash 35 ming. Gartenziyalar 100 ming so'mlar ekan. Kichik tugab qoldi. Kratoningiz nechi pul? 15 ming so'm ekan bunisi. Yonda kattaroq qaralmasa. Mana kori ham bor ekan. Gazondan ekishdi. Bu nechi pul bu? Kori 15 ming ekan paket. Hozir pamonlar nimani urib chiqqan ko'chatda? Nari ko'chatda bu? O, Wagner Spalman ko'chatda ekan. Nechi pulga nechta bu? 10 ming. Bir parcha $3 bo'ladi. Charchaganlar mana dam olishadi. Iloji shunaqa qilasiz ekan. Archiz nechi pul qor ekan? 250 ming deyatdik. 250 ming deyatdik ekan. Andifen bahiz bor ekan. Nechi pul bu? 200 ming. Kam ham bor. 200 ming so'm. Tog'a buni qanchaga berasiz? Sanseverichi? Akazga beramiz. Bir jum bor olsangiz. Akazga beramiz. Sanseveri. 110 ming. 110 ming. Yuzdosh so'rasa nima deydi? Akubalarchi? Ular kuvagidan. Qor aka, akuba. 200 ming. Dorilari bor ekan. O birda video qilganmiz. Egasi yo'q. Rosa kutyapmiz. Kami bormi? Hormiylar. Qachmayapsan? Jinslar, jinslar. Bu lila nechi pul hoji? 25 ming. PUBG jon. Issiq bo'lsin.
Gullar yoz qopdi-yu. Peperoni nechi pul? 5 ming. Peperoni narigi ham 5000. Mana shu old qatorlarda 5 ming. Gulbaranga bormabsan. 5000 desang yog'dirib yuborasan o'zing. Tolaman qilib tashlaysan. Mana sen 5000 deysan, qo'shib qo'taman-da. 5 ming, 7 mingdan sotamiz, 8 mingdan sotamiz. Ha, 2000 qo'shing. Bunaqa narsa emas, o'zimiz gullarga. Xrizantema bor ekan. Xrizantema nima bu hoji aka? 7000 so'm qaranglar. 5 ming kichikroq 5000 ekan. 5000 ko'ryapsiz guli bilan. Ular nechi puliga 10? 15 ming. 15 ming so'm. Ko'proq videolarni qidirib olib qoladi chunki. O oxirigacha bor edim. Hali kimlardir manzarali bananga qiziqadiganlar tayyor ekishib qo'ydi, bechadan turpakni ekishib qo'ydi. Yerga ekib qo'ysa, chiriga o'yin bo'lsa, tez o'sadi, suvni yaxshi ko'rgan narsa emas. Kuygacha emas tursa ham 4 metr olib ketadi bu bananlar. Tolgullar bor ekan, egasi yo'q ekan. O'zimiz arasi yo'q ekan va ishlasin-da u. Bu xrizantemiz nechi pul bunisi? Bardovisi. Bu saralarchi? 8 ming. Liderchi? 30 ming. Bu tayyor mana shu tuvadagisi nechi pul? Tuvadagisi 20 ming. 20 ming. Tuvagi bilan. Arzon. Ha, Hajapam nechi pul endi? Bugun 100 ming. 20 mingga arzonlabdi. Bunisi hammi? Ya unisi 60 ming. 60 ming ekan. 2 kunda 20 mingga arzonlab. 10 kundan keyin mana Liliyani oqlar gullar. Nechi pul bular? 25 ming so'm. Kilo orasida 25 ming. 10 mingdan. Xon qalampir hammasi bor ekan. Qovlanidimi u? Gultoji xo'raziz nechi pul? 15 ta kitap beraman. 2 donami? Qashqasimi? 3 paskanmi? 10 ga sig'mayapti. Katalan tutchi. Tushirib berasizlar. Qancha? 1700 so'm. 700. 1700. Qulog'im eshitib qoldi. Ash o'rtasi Ha, nimadan tashlaydi? Men tanlagan Ya, hisobim kanalga. Bugun o'zingiz aytib yuboring. Qiz. Bugun o'zingiz ayting. 35 ming so'm. Singolimchi? Ondan bo'ldi. Gerallarchi? Qo'y, qo'ychi, bir donaga ham menga berdingiz. Yo'q, ash qaytimi yo'q uchun 13 dan sotyapsiz. 13 ming so'm. Geran 13 ming ekan. Olindi. Ularni bersa ularni men masalan beraman. Hoji opalar, nima bu yoqqa o'tib oldi-da. Mana nechi pul? 15 ming ekan, kelishib oldi 15 ming. Papart nechi? Papartik. 30 ming. 40 ming? Ha, 40 ming ekan. Lantanami bunavi? Lantanami? Ashta lantan nechi pul bu? 25 ming. Ha? 25 ming so'm lantan. U привозной-mi? Buradan kelgandanmi? Ha, ashta. Nechi pul lantanani? 25 ming so'm lantani. 7 go'za. Bu привозной, lekin arzon ekan. Nechi pul molari? Monoschi. Arches. Nechi pul olasiz? Aga vazir. Begonalar har doimgidek 15 ming.
Keşke rozalarçı. Pasırız 25 ming. Tamam başla. Begonda bana varsa mı lo? 10 ming. Mola 15 ming. Gelen daima gidiyor 10 ming. Ha? Kichkina mijjo. Necha bu qoralar? Ular 10 mingdan. 10 mingdan zamiyani bolalar. Bugun verirlarchi? Ular 15 mingdan. 15 mingdan. Bir yarim ming vositish bu 1250 mi? 250. 250 1200 manası? 700. 700 manası? 600. 40 santimetr qilib Doğruları bor. videolari 70 metr joyga so'rtadi. Ola nechi pul? Shunga ham Birinchi qator 5 mingdan. Şimdi 5 mingdan ekan. İkinci qator. Ikkinchi qator 10 ming so'm. Buni 15 ming so'm. Nima edi nomi? Kraskaga. He. Nomini qarami esimda. 10 ming so'm. 10 ming so'm. 15 ming so'm imperator. Uni 10 ming so'm sanxesi. Sanxesi 10 ming Uni so'm. ham 10 ming so'm. Tepadagilar 15 mingdan. 15 ming. Stand ups, bugumera, pomidoriya, birkin, archa. Bugun verirlar. Bugumeralar ikkitasi 15 ming. Jupa 15 ming. Mo'lachi. Bular 15 ming so'm bular donasi. Buket Buketlar 15 va endi so'm va endi ham 15 ming. Bu yog'i bijir deb qo'ying. TikToker Akramjon